Mana bu tas. Tasning ichida matka, tuxumdon, pridatki hammasi qin turadi. Uni svyaskalari bor, ushlab turadigan. Yildan yilga shular bo'shashishni boshlaydi, boylamlar bo'shashishni boshlaydi, mushaklari bo'shashishni boshlaydi. 25 yoshdan keyin o'zi moyillik bo'ladi shu narsaga. Endi bizning jinsiy hayotimiz, turmush tarzimiz hammasi qo'shiladi-da, bu tushib keladi pastga. Hozir bitta qin emas, matka ikkinchi stepen опушение. Qinni ichi 8 sm bo'lishi kerak. A bu yerda bachadon bo'yni mana bu yerda turibdi. Qinni og'zida turibdi, kirush qismida turibdi. Kuchanish nagruzkalar bo'lsa, u yana chiqadi bu yoqqa. Bu holat bo'lsa, matkadan ajralib qolasiz. Vaqt o'tishi bilan bu to'liq tushsa pastga, saqlab qolishning ilojisi yo'q, tepaga ko'tarishning ilojisi bo'lmay qoladi. Plastika qilib tepaga ko'tariladi, o'shanda qinning ichi ham bitta levatroplastika o'tkazib yuborish kerak. Chunki bu borgan sari yana dashi tushadi, og'ir ko'tarsangiz. Sizga уже kegel mashqlari yordam bermaydi, svyaskalar bo'shashib bo'ldi. Shuning uchun shunga sal jiddiyroq qarang. Sizga tuta olmasliklaringiz shuni hisob.